هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Tekvir tefsiri 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tekvir suresi 1. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Sure Tekvir Mekke'de nazil bolgan 29 ayet. Bu sure hakkında kelgen hadis doğrusida. İmam Ahmed İbn Ömer radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq degenligini rivayet qiladi. Kimiki qiyomat kunida bo'ladigan ahvollarni o'z ko'zi bilan ko'rgandek bo'lishini yoqtirsa, Takvir, Infitar, İnshiqoq suralarini o'qisin. Bu hadisni Tirmiziymi shundaq rivoyat qilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Günning nuri o'chgan chaqda, yulduzlar tökülgen chaqda, tog'lar gumron bo'lgan chaqda, bo'g'oz to'gili tashlab etilgan chaqda, yovvoyi hayvonlar to'plangan chaqda, dengizlar o't bo'lib lavuldigan chaqda, jonlar öz qayoshlarga qo'shilgan chaqda, terik ko'mib qizdan sen qaysi gunoh bilan o'ltirilding deb so'ralgan chaqda, nomi amallar ichilgan chaqda, osmon ichib tashlangan chaqda, devzax qizitilgan chaqda, jannat taqvodorlarga yaqinlashtirilgan chaqda, her odam o'zining qilgan yaxshi yomon ishlarini biladi. Qiyomat kuni kun nurining o'chidiganligi to'g'risida. Kunning nuri o'chgan chaqda Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning bu oyatning ma'nosi kun o'chirilib qorong'u qilinsa deganlik bo'ladi deganlikni rivoyat qildi. Avfi ibn Abbasning bu oyatning ma'nosi kun ketkizib etilsa deganlik bo'ladi deganlikni rivoyat qildi. Qatada bu oyatning ma'nosi kunning nuri o'chib ketsa deganlik bo'ladi dedi. Said ibn Jubayr bu oyatning ma'nosi kun tashlab etilsa deganlik bo'ladi dedi. Ya'ni oyatning ma'nosi kun qatlab yig'ib tashlab etilganda uning nuri o'chidi deganlikmi bo'ladi. İmam Buxoriy Abu Hurayradan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni kun bilan oyning nuri o'chiriladi. Yulduzlarning to'kilishi to'g'risida. Yulduzlar to'kilgan chaqda Alloh taolo bu haqda boshqa yerda mundaq dedi. Yulduzlar to'kilgan chaqda Rabi ibn Anas Abu Aliyadan Ubay ibn Ka'bning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat bo'lishdan ilgari bo'ladigan 6 alomat bordir. Ular bo'lsa, kishilar bozorlarda turgan vaqtda kunning nurining o'tishi. Ya'ni ular shunda holatda turganda yulduzlarning to'kilishi. Va yana ular shunda holatda turganda tog'larning yer yuziga yiqilib tushib, bir-biriga so'qilib, parchalanib, zimin bilan aralashib ketishidir. Shuning bilan jinlar insonlar jinlardan yordam so'rashidi. Hayvonotlar va uchar qushlar bir-biriga aralashib ketadi. Bir-biriga aralashib ketib,
ularning orasida qalaymaqonchilik yuz berdi. Alloh taolo bu ishlarni bayon qilib bundoq dedi: Yovvoyi hayvonlar to'plangan chaqda, ya'ni arilishib ketganda, bo'g'oz to'gilar tashlab etilgan chaqda, ya'ni to'gining egillari uningga ko'ngil bo'lmaganda, dengizlar o't bo'lib lavildigan chaqda, jinlar insonlarga biz sizlarga xabar elib kelaylik deb dengiz tarafga yurib ketadi-da, dengizda lavildab yenib turgan o'tni ko'rdi. Ular shunda holatda turganda zimin osti tarafidan 7-qatagacha, yuqori tarafidan 7-qat osmongacha yerildi. Ular shunda holatda turganda bir shamol kelib, ularning jonlarini oldi. Bu asarni İbn Jarir rivoyat qildi. Tağlarning gumron qilinishi, bo'g'oz to'gilarning tashlab etilishi va yovvoyi hayvonlarning to'planishi to'g'risida. Tağlar gumron bo'lgan chaqda, ya'ni tağlar o'rinlaridan qo'zg'atib etilib va kukum talqon qilinib, zimin tuzlanlik holatiga aylantirilgan chaqda. Bo'g'oz to'gilar tashlab etilgan chaqda. Mujahid bu oyatning ma'nosi bo'g'oz to'gilar tashlab etilgan chaqda deganlik bo'ladi dedi. Ubay ibn Ka'b va Zahhak bu oyatning ma'nosi u to'giga uning egillari ko'ngil bo'lmagan chaqda deganlik bo'ladi dedi. Rabi ibn Hasyam bu oyatning ma'nosi u to'ga sut seg'ilmay va sutining yig'ilishi uchun uning yelin bo'g'ilmay egisiz tashlab etilgan chaqda deganlik bo'ladi dedi. Zahhak bu oyatning ma'nosi u to'ga boqquchisiz tashlab etilgan chaqda deganlik bo'ladi dedi. Mana bular bu oyatga berilgan ma'nolardir. Lekin bu ma'nolarning hammasi bir-biriga yaqindir. Maqsad bo'g'ozliqining 10-iyiga kirgan bo'g'oz to'gilar eng esil to'gi hisoblandi. Qiyomatning ishlari, uning sabablarining yuz berishlari va alomatlarining ko'rinishlaridan iborat qattiq qo'rqinchli katta bir ish kishilarni parokandichilikka selivatganligi sababi bilan uningga igidorchilik qilishga va u sutga tozi to'lib uningdan foydalanish vaqti bo'lganda uningdan foydalanishga ularning vaqti yor bermaydi demoqchidir. Yovvoyi hayvonlar to'plangan chaqda Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Mayli yer yuzida mangdigan hayvon bo'lsin, mayli ikki qanoti bilan uchadigan uchar qushlar bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Ya'ni Alloh tarafidan yaratilgan mahluqotlardir. Lavhil mahfuzda hech narsani tushirib qo'ymadik. Ya'ni hammani to'liq bitdik. Keyin ular Rabbining dargohiga yig'ildi. Alloh ularning orasida hukm chiqardi. Ibn Abbas qiyomat kuni hatto chivingichilik hamma narsa yig'ildi dedi. Buni Ibn Abu Hatim shunday rivoyat qildi. Qushlarningmi Alloh taolaning buyrug'iga bo'ysunib to'planishga to'g'ri kelsa, to'planadiganligi haqida Alloh taolo mundaq dedi: Qushlarningmi uningga bo'ysundirib berdik. Ularmi taraf-tarafdan to'planib dengizlarning o't bo'lib lavildab yanadiganlik to'g'risida. Dengizlar o't bo'lib lavildigan chaqda İbn Jarir Said ibn Musayyabning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ali radhiyallohu anhu Yahudilardan bo'lgan bir kishiga jahannam qayerda dedi. U kishi dengizda deb javob berdi. Ali radhiyallohu anhu: Men uning o't bo'lib yondirilgan dengiz va Alloh taolaning dengizlar o't bo'lib lavildigan chaqda degan oyatida bayon qilingan dengizlar haqida degan so'zida uni haqiqatan rost gap qildi deb qarayman dedi.
Dengizga münasibetlik söz Allah Taala'nın kıyamet günü ot bulup yandırılgan deniz bilen qasamki degan oyatining tafsirida bayon qilinib o'tildi. Canlarning qo'shiladiganlik to'g'risida. Canlar öz qayoshilariga qo'shilgan chaqda, ya'ni har bir shakl o'xshishi bilan bir yerga keltirilgan chaqda bu vaqtda Alloh taolo mundaq dedi. Alloh farishtalarga aytadi. Zulm qilg'uvchilarni, ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayoshlarini to'planglar. İbn Abu Hatem Nu'man ibn Bashirning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom Alloh taolaning canlar öz qayoshlariga qo'shilgan chaqda degan oyatini o'qib, o'xshash iqimdagi kishilar ko'z tutiladi. Har bir odam o'zi bilan o'xshash qilmishlarni qilgan kishilar bilan birga bo'ladi. Chunki Alloh taolo sizlar qiyomatda 3 firqaga bo'linasizlar. Birinchi firqa saodatmanlardir. Saodatmanlar qandoq odamlar? Ular nomi amali o'ng tarafidan beriladigan odamlardir. İkinci firqa baxtsiz odamlardir. Baxtsiz odamlar qandoq odamlar? Ular nomi amali sol tarafidan beriladigan odamlardir. Üçüncü firqa yaxshi ishlarni eng oldida qilguvchilar bo'lib, ular jannatga eng oldida kirguvchilardir, dedi. Shunga bu oyatdan o'xshash iqimdagi kishilar ko'z tutildi, dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Terik kömüytilgen qiz boladan savol so'rildiganlik to'g'risida. Terik kömüytilgen qizdan sen qaysi gunoh bilan o'ltirilding deb so'ralgan chaqda, bu oyatda tilga ilingan terik kömüytilganlar bo'lsa, islom kelishdan burunqi davrdagi kishilar yomon ko'rib kömüyotgan qizlardir. Ularni kömüb o'ltirib etganlarga tahdid bo'lsin uchun qiyomat kuni u qizlardan sen qaysi gunoh bilan o'ltirilding deb so'rildi. Nahaq o'ltirilganlar so'roq qilingan yerda nahaq o'ltirib etkichilarning holi nim bo'lib ketar? Bu oyatning yana bir o'qilish usuli bo'lib, shu usuldagi o'qilishiga asosan Ali ibn Abu Talha ibn Abbasning oyatning ma'nosi terik ko'mib qiz o'zining qinini so'rgan chaqda degan bo'ladi deganligini rivoyat qildi. Suddi Abu Zuha ve Qatada qatorliqlarmi bu oyatning ma'nosining shundoq bo'ladiganligini dedi. Terik ko'mib o'tilgan qiz haqida kelgan hadislarning bayoni. İmam Ahmad Ayşe radıyallahu anhadan Ukashaning hamshirisi Juzama binti Vahbning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men bir qitim payg'ambar alayhisalomning qishig'i basam, u kishilarga men ayollarning egri yog' turib bola emitishni to'smoqchi bo'lib Rum va Farislar qarasam, ularning ayollarimi egri oyoq turibmi bola emitidi ekan. Bundaq qilish ularning bolalariga hech qanday bir zarar yetkazmaydiganligini ko'rdim, dedi. Ondan kishilar payg'ambar alayhisalomdan men'ini teshig'i to'kishning hukmi haqida savol so'radi. Payg'ambar alayhisalom bu ish bo'lsa yoshirim bola ko'mitishdir va u bo'lsa sen qaysi gunoh bilan o'ltirilding deb so'rildigan terik ko'mitilgan qizdir, dedi. Bu hadisni Muslim, Ibn Majah, Abu Davud, Tirmizi va Nasa'i qatorliqlar rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammadar rasululloh. Ko'mitilgan qiz uchun beriladigan kafarat to'g'risida. Abdurrazzaq Nu'man ibn Bashirdan Umar ibn Xattobning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning terik ko'mitilgan qizdan sen qaysi gunoh bilan o'ltirilding deb so'ralgan chaqda degan oyati tushgan vaqtida Qays ibn Asim payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, ey Allohning payg'ambari, men islom kelishdim burunqi davrda bir necha qizlarimni ko'mib etgan edim, dedi. Payg'ambar alayhisalom undaq bo'lsa har bir qizing uchun
bir qul azat qil dedi. O, ey Allah'ın peygamberi, men tögülleri var bir adamman dedi. Peygamber aleyhisselam, undaqda her bir kızın üçün bir tögü öldürgen dedi. İzahat. Yani ayollar bilan bir yerda bo'lganda kelgan spermini ayollarning ichiga tökmay, teshig'i tökishning hukmining qandoq bo'ladiganligini so'ramoqchi. Bu bola elishni yoqtirmaydigan ba'zi sahobalar ayollari bilan bir yerda bo'lganda qo'llangan ish edi. Nama amallarning echildiganlik to'g'risida. Nama amallar echilgan chaqda Zahak bu ayetning ma'nosi her bir insanның nama amallari uning o'ng yoki so'l tarafidan berilganda dedi. Qatada, ey inson, sening nama amallaring to'shqizilib xatlib etildi. U qiyomat kuni echiladi. Her bir odam o'zining nama amal daftarlariga nimalarning yezilib to'shqizilib etganligini ko'rdi dedi. Nimalarning yezilib to'shqizib etilganligini ko'rdi dedi. Osmonning echilishi, jahannamning qizitilishi va jannatning yaqinlashtirilishi to'g'risida. Osmon echib tashlangan chaqda Mujahid bu oyatning ma'nosi osmon tortib etilsa deganlik bo'ladi dedi. Suddi bu oyatning ma'nosi osmon echib etilsa deganlik bo'ladi dedi. Devzak qizitilgan chaqda, cennet taqvodorlarga yaqinlashtirilgan chaqda, Zahak, Abu Malik, Qatada va Rabi ibn Hasiyam qatorliqlar bu oyatning ma'nosi cennet uningga kirishga loyiq bo'lgan kishilar uchun yaqinlashtirilganda deganlik bo'ladi dedi. Qiyomat kuni har bir kishi o'zining qiyomat uchun qanday ishlarni qilganligini biladiganligi to'g'risida. Her adam özünün qilgan yaxshi yomon ishlarini biladi. Yani kunning nuri o'chgan chaqda degan oyatdan boshlab ta cennet taqvodorlarga yaqinlashtirilgan chaqda degan oyatga kelganga qadar bayon qilingan ishlar yuz bergan chaqda her bir kishi o'zining hayoti dunyoda nima qilganligini va qiyomat uchun qandaq hozirlik ko'rganligini biladi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq dedi. U kunda, ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari, yomon ishlari o'zining oldida ayon bo'ladi. Ular yomon ishlarini ko'rmaslikni, o'zi bilan yomon ishlarining orasida mashriq bilan mag'ribning orasida uzun musofa bo'lishini orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bendilerge mehribondir. Bu kunda insonga cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, ilgari oxir qilgan amallari uqtiriladi. Alhamdulillah, yuqorida sura Takvir tafsiridan 14-oyatgacha angladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.